Ey akalar, nima gap? Joninglar sog'mi? Bugun sizlar bilan Kenzo. Akalar, bugun o'g'il bola bilan qiz bolani PUBG o'ynashda farqini ko'rib chiqamiz. O'zi PUBG o'ynash qiz bolalar uchun emas, onasini hamsin bular qaydandir qo'shib oladi. Xullas ketdik. Qizlar, Mana eventga ham tushib oldik. Pistoletni olamiz, o'qlaymiz. Mana yerda bot bor ekan, to'xta, men otvoy, to'xtab tur, qimirlama, to'xta. Tegma, men otaman, yo'q. Wow, men otdim, ura. David qilamiz. Endi mana yerda ham 4 ta botlar bor ekan, ularni otamiz. Yo'q, meni noqib qo'yishdi. Yordam beringlar, iltimos. yigitlar. Opangni emma yurdik. Yigit qilasan. Ey xola, qayerga ketyapsiz? To'xtang, bitta yeb keting. Siz ham yomon yedingiz. Sirasida bitamiz, bu opangni emma yurdikini berib pichag'imi. Maytdan kamontam bilan tatib ko'rdi yo'llar bormi? David top ketdi-yu. O'ynashmagan arbob bilan, arbob ular kamon bilan opangni emma yurdiki, sasaqlash. Bitta-bittaga yong'oq chaqaramni, kallang chaqaram. Sen chaqilding. Sen ham chaqilding, opangni skiylar. Akalar, video shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, sizlarga katta rahmat. Sizlar bilan Kenzo bo'ldi. Like bosishdan chiqmasin.